Endi institutga muhit haqida gapirib beraman. Kirganlar, birinchi kurslar uchun ayni muddao bo'ladi bu video. Keyingi kiradiganlar bilib olishligi kerak bo'ladi. Institut bizga o'xshab o'qib, katta kursga kelganlar yoki bitirganlar tasdiqlashadi hozir. Birinchi kurs bo'lasizlar, hozir bilasizlar institutga kirish oson bo'lib ketdi. Oldin qanaqa edi? Institutga faqat eng aqllilar, eng munosiblar kirsin deb turib bitta siquvdi, rostdan ham aqllilar institutga kirdi-yu, lekin ko'pchilik kirolmay turib Rossiyaga qul bo'lib ketdi. Buni yo'qotish uchun, xalqqa aqllilashtirish uchun institutga kirishni osonlashtirib qo'yishdi. Hozir qaysidir institutga topshirmasangiz ham o'zidagi telefon qilishadi, siz bizning institutga kiribsiz deydi. Puling bo'lsa o'qiysan. Va u yerda senga o'xshaganlar juda ham ko'p bo'ladi, hammasi to'p o'ylab bo'ladi. Yana shuni aytish kerak, birinchi kursda ming o'qigani ham, o'qimagani ham boshqa olam bir-birini ko'rib, sevgi, muhabbat o'smirlik paytida paydo bo'ladi. O'sha birinchi kursda romantika boshlanib ketadi. Hamma o'shani avjida bo'ladi. Ikkinchi kursdan hamma orqaga qaytib joyiga tushib oladi, lekin birinchi kursda faqat sevgi tema avj oladi. Keyin darslar haqida gapiradigan bo'lsak, o'qituvchilarning o'zi fanini yaxshi ko'rmaydi. Ular ham tirikchilik uchun kelib ketib darsini o'tib yurishibdi. Bizda shunaqa bir bolak fanlar bor. Rostdan ham bir tiyinga qimmat fanlar, lekin ustozlar o'tirib bizani ham vaqtimizni, o'zini ham vaqtini olib o'tiradi. Bizga diplom kerak, umrimiz o'tib, o'sha 4 yilimiz tezroq o'tib ketsa, ularga oylik kerak, oilasini boqsa. Fanini yaxshi ko'radigan ustozlar zo'r dars o'tadi, uni sizlar ham qo'shilib mazza qilasizlar. Fanini yaxshi ko'rmaydiganlarga darsiga kirginglar ham kelmaydi, telefon o'ynab o'tirasizlar. Institut bitta yaxshi tomoni bor, u ham bo'lsa o'rtoq orttirish. Ayniqsa o'g'il bolalarga katta hayotda kerak bo'ladi o'rtoqlar. Chunki katta hayotga chiqishinglar bilan boshingizga har xil qiyinchilik, tashvishlar tushadi. Uni bitta o'zingizlar hazm qilishinglar qiyin kechadi. O'sha paytda o'rtog'inglar ko'p bo'lish kerak. Biz o'qiydigan Kamoliddin Behzodda bolalarni tualetidan ham qizlar chiqadi. Hamma yoqda qizlar. Agar xotin topaman desanglar, bizaniki ayni muddao bo'ladi, lekin o'rtoq topish juda ham qiyin. Va son kam joyda sifat ham kam bo'ladi. Va institut, 4 yil institut tayinli o'rtoq topmasdan bitirib ketsang, ertaga hayotda o'zingga qiyin bo'ladi. Lekin qizlar tomonlama kayf qilishi mumkin, lekin bolalar tomonlama senda o'rtoq bo'lmaydi va kelajakda katta hayotda qiynalasan. O'rtoqlaring bo'lsa, o'rtoq orttirishga harakat qil, o'rtoqlaring senga ko'p yordam berishadi. Haqiqiy o'rtoqlar topganda. Qizlarga keladigan bo'lsa, institutdan xotin topgin, chunki ko'chadan topganingni bilmaysan qanaqaligini. O'rash uchun ham institutdan variant juda ham oson bo'ladi. Har kun ko'rib yurasan, kuzatasan, qanaqaligini bilasan va imkoniyat yaxshiroq. Institutdan xotin topgan yaxshi. Birinchidan oliy ma'lumotli bo'ladi eng kamida. Shu joninglar sog' bo'lsin.